Masud Jugulyanning birinchi qo'l shogirdi turib, nimishqa Jeton saqlayamaydi, biroq Wang Ping saqlay oladi. Qissa haqida bayon. Chunki bu yerdagi Masud bir juanja kasb egisi, nazariyaviy bilimga pishqan. Endi bu yerda Wang Ping olsa bir qarqo'saq, ya'ni Joyuning shogirdi Lumoni qarqo'saq Among deydi-ku. Bu yerda Wang Pingmo material qarşılanlar o'xshashlar bir qarqo'saq o'qimagan. Biroq bu yerda Masud olsa majamiyatining bilimlik bir balasi, Jugulyandimi nurg'un nazariy bilimlarni o'rgangan. Ish qilishda ikki xil usul bo'ldi. Birisi kasb egalarininki usuli, yana birisi odat kishilarning eng oddiy usuli. Masalan, buning bir oddiy misol olsam, bir yaslidagi bir kichik o'quvchidan biriga birini qo'shsang, necha desang, ikki qandaqmi aqlliqmikanmi deb javob berish mumkin. Faxrlangan holda. Navatsam bu savolni boshlang'ich maktab o'quvchisidan biriga birini qo'shsang, necha, ikki uni kim bilmaydi deyish mumkin. Navada bu savolni endi bir o'ttir maktab o'quvchisidan biriga birini qo'shsang, necha desang, sana javob bermaydi. Balkim bizni tillish mumkin, kim uni ko'zga ilmayotsa deb. Endi bu savolni bir doktordan, oliy maktab professoridan biriga birini qo'shsang, necha desang, sen bu savolni yaxshi so'rading ukam deb ko'zayingni shunday bir o'ngishib etib, uning kendini buni falsafa nuqtasidan biriga birini qo'shsak, mancha bo'lsa, manda qildi. Matematika nuqtasidan 5 noma'lumlik 6 darajalik tanlimni birini tuzib, buni hisoblasak, manda qildi. Fizik nuqtasini aytgan vaqtda anda-qandaq sening bu savoling yaxshi bir tema bo'ldi. Biz mushi tema haqida bir tadqiqot maqolasini yuqoriga yo'llab, buningga bir tadqiqot fondi tushirgizib, shuning bilan bu puldan foydalanib biz bir tadqiqot guruhi tashkillab, bu biriga birini qo'shsak necha degan bir ilmiy nuqtadan yakun chiqarib, tadqiq qilsak, mandaq deb savol so'rg'angim to'yg'izib Mana bu haqiqiy kasb egisining javobi. Amaliyotda biriga birini qo'shsak, nihoyat oddiy ishki buni hammamiz bilamiz. Shundan bundaq murakkablashtirib o'tishning qilich zaruriyati yo'q. Demek bayağıdaki Masudning tafakkuri bilan bu Wang Pingning tafakkurini his qila oldinglarmi? Mushundaq gap ba'zida bizga dushman bo'lib qoldig'ini biz faqat bilmaydigan narsalar emas, o'rganib boqmagan narsalar emas, balki biz bakli bilib olgan, bakli his qilib olgan narsalardir.